Toshkentda o'qish, Istanbulda o'qish. Qaysi davlatda o'qish yaxshiroq? Agar sizning maqsadingiz yaxshi ta'lim olish bo'lsa, Turkiyada o'qish yaxshiroqmi yoki Toshkentda? Bugun sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik xorijda o'qish faqat boylar uchun deb o'ylashadi, lekin Turkiyada o'qish siz o'ylaganchalik qimmat emas. Bugun sizlarga Toshkentda va Istanbulda o'qishning eng katta farqlarini tushuntirib beraman. Birinchi farq ta'lim sifati hamda diplom qiymati. Ko'plab Toshkent universitetlari xalqaro diplom berishmaydi. Turkiyada esa beradigan diplomlari hattoki Yevropaga ham o'tadi. Ikkinchi farq shart-sharoit va talabalar hayoti. Ko'plab Turkiya universitetlarida to'liq ekosistema qilingan. Studentlar yotoqxonasi, oshxonasi va ko'ngilochar maydonchalari. Toshkentda bo'lsa, bu ayrim universitetlarda mavjud emas. Uchinchi farq kontrakt va grant imkoniyatlari. Turkiyada $1000 dan $5000 to'lab o'qishingiz mumkin va grant olish imkoniyati juda ham ko'p. O'zbekistonda bo'lsa, xuddi shu narxga ham o'qishingiz mumkin, lekin grant olish imkoniyatlari juda cheklangan. To'rtinchi farq kelajak imkoniyati. Ko'plab Turkiyada o'qiydigan talabalar o'z o'qishlarini Yevropa hamda Amerikada davom ettirish va o'sha yerda ishlash imkoniyatiga ega. Toshkentdagi universitet diplomlari esa faqatgina mahalliy bozorda ishlay oladi. Yuqoridagi farqlarni o'zingiz ko'rdingiz. Agar siz ham xalqaro ta'lim va keng imkoniyatlarni istasangiz, Turkiyada o'qish aynan siz uchun. Siz qayerda o'qishni tanlagan bo'lardingiz? Toshkentda yoki Istanbulda? Agar siz ham Turkiyada o'qish haqida ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying va kommentariyada Turkiya so'zini yozib qoldiring. Biz siz bilan bog'lanib barcha ma'lumotni beramiz.